1990-yillarning oxirlaridan boshlab ishga kirishgan va 2017-yildan beri Uyg'ur majburiy emgak kuchlarining bazasi deb qaralayotgan G'ulji nahiyasining Qorayog'och yezisidagi Oltinkanda kan gumurilib tushish voqeasi yuz berib, 18 ishchi kan ostida qamalib qolgan. Xitoy xabarlar torining bildirishicha, bu voqea ishlab chiqarish mahsuloti ilib berilayotgan mezgilda yuz bergan bo'lib, 40 tak ishchi kan ostida oltin qiziyotgan ekan. Xitoy xabarlar torining bildirishicha, 24-dekabr kuni tushdan keyin soat 1dan 40 minut o'tganda yuz bergan bu voqeada 22 ishchi amon-eson kan ostidan chiqarilgan. 18 ishchi kan ostida qamalib qolgan ekan. Atalmish Şinjan ranglik metal sanoati guruhining bexatarlik direktori Lovi navbatda 18 ishchining dererigi yo'qligini aytgan. Xitoy taratqularida qutquzish harakatining jiddiy ilib berilayotganligi, 300 dak kishining safar qilinganligi qayd qilingan bo'lsa-mu, lekin kan gumurilib tushishining sababi kan ostida qolgan ishchilarning kimligi, millati va kan ostidagi bexatarlik tadbirlariga oid hech qanday uchur berilmagan. 1995-yili qurilib, 1996-yildan boshlab rasmiy ishga kirishgan Qorayog'och oltin koni Xitoyning g'arbiy rayon ila oltin cheklik mas'uliyat shirkatiga qarashli bo'lib, bu shirkat atalmish Şinjan ranglik metal sanoati guruhiga tava ekan. Ayni vaqtda Xitoy doiralar bu oltin konni etishda Sharq Turkistondagi nurg'un Uyg'ur dehqon chorvachilarini majburiy ko'chirib, yerlik aholilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Shundaqla muhit qo'g'duvchilarining qarshiligiga uchirgan. Lekin Xitoy doiralari o'zlarining planidan voz kechmagan ekan. 25-dekabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi kengaytirilgan yig'in chaqirib, navbatdagi muhim masalalar va kelgusidagi xizmat plani to'g'risida muzokara olib borgan. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari, har qaysi davlatlardagi vakillari va Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llayotgan 75 tak ommaviy tashkilotlarning mas'ullari bo'lib, jami 150 atrofida kishi qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa riyosatchilik qilgan bu yig'inda oldi bilan ijroiya raisi Ömer Qanat 2022-yili ilib berilgan xizmatlar to'g'risida tafsiliy ma'lumot bergan. DOQ raisi Dolqun Aysa 2023-yilda Dunyo Uyg'ur qurultiyining jiddiy ilib berishga tegishli xizmatlari to'g'risida to'xtalib, eng oxirgi nishonimiz vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish degan. 2022-yili 5-oyda Myunxenda chaqirilgan Milliy kengash bilan 11-oyda Belgiyada chaqirilgan Uyg'ur munbir yig'inida bu vaqt qilingan qarorni xalqaro matbuot bilan o'rtoqlashganligini, buni amalga oshirish uchun 2023-yilda nimalarni qilish kerakligini, birinchi bo'lib xalqimizni tarbiyalab, vatan ichidagi xalqimizga anglitolmasaqmi, vatan sirtidagi xalqimizga Xitoyning ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik bilan Xitoyning davlat terrorligini yaxshi tushundirish kerakligini, xalqimizga tarixdan saboq ilib, qaytadan Xitoyning aldam xalqisiga tushmaslik kerakligini tushundirish, Xitoyning insoniyatga, demokratiyaga, dunyo tinchligiga xavf ilib kelganligini dunyo jamoatchiligiga anglatish kerakligini ta'kidlab, 2023-yili butun dunyoga Sharq Turkistonning Xitoy tarafdan besilingan zimin ekanligini qabul qildirish uchun barliq kuch bilan tirishib, dunyoga tarixiy va qonuniy paktlar bilan unumli tushuntirish, asosiy qonun loyihalarini tayyorlash kerakligini bildirgan. U yana 2023-yilda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi faoliyatlarni kuchaytirib, 2023-yili fevral oyining oxirida 52-navbatlik kishilik huquq kengashining umumiy yig'inida, bu yil sentabr oyida ochilgan 51-navbatlik kishilik huquq umumiy yig'inida rad qilingan Uyg'urlar haqidagi qaror loyihasini qayta kun tartibga ilib kelishga tirishilganligini, uning uchun har qaysi davlatlarga bo'lgan diplomatiyalik faoliyatlarni kuchaytirib, shundaqla BDTning bizning Xitoy bilan yuzturani turib kurash qila oladigan birdan-bir xalqaro maydon ekanligini, shundaqla 27 davlatdan tashkil topgan Yevropa ittifoqida faoliyatlarni kuchaytirish, 57 musulmon davlatlarga bo'lgan tashviqot xizmatini kuchaytirib, bularning qo'llashini qo'lga keltirish uchun kuch chiqarish qatorliq muhim bo'lgan xizmatlarni tonishtirgan. Kengaytirilgan yig'inda Dolqun Aysa 2023-yilda xizmat planini o'qib o'tgandan keyin yig'in ahli xizmat planiga bo'lgan ko'z qarashlari, taklif fikrlari va qo'shiq tegishli mazmunlarni o'tirib qo'ygan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenti Başkanı Mustafa Şentop, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilganligini bildirdi. Mustafa Şentop Ankara'da parlament muxbirlari bilan ko'rishganda so'z qilib, Cumhur Reisi Erdo'g'anning 24-fevraldan buyon davomlashayotgan Rossiya-Ukraina urushiga xotim berish uchun zo'r kuch sarf qilganligiga ishorat qilib, Cumhur Reisi Erdo'g'anning Nobel Tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish to'g'risida iltimos sunganligini, boshqa davlatlarning parlament boshliqlari va parlament a'zolari bu vaqtda iltimos sunganligini ta'kidlagan. Cumhur Reisi Erdo'g'anning Rossiya-Ukraina urushini to'xtatish uchun kuch sarf qilib, har ikki taraf bilan ko'risha oladigan birdan-bir rahbar ekanligini ta'kidlagan Şentop, Cumhur Reisi Erdo'g'anga Nobel Tinchlik mukofotining berilishiga ishonchi borligini bildirgan. 2023-yildan boshlab Istanbuldagi barliq qatnash qurollarining bahosi 29,10% o'stirilgan.
O'quvchilar kira mashinasi ya'ni servisi 19,95% o'stirilgan. Bu bo'yicha bo'lganda 2023-yili 1-yanvar kunidan boshlab qatnash qurollarining bahosi tuvandikidek bo'ladi ekan. Normal to'liq elektronlik bilet haqqi 9 lira 90 kurush. Burunqi bahasi 7 lira 67 kurush. O'quvchilar elektronlik bilet haqqi 4 lira 83 kurush. Burunqi bahasi 3 lira 74 kurush. O'qituvchi elektronlik bileti 7 lira 9 kurush. Burunqi bahasi 5 lira 49 kurush. Normal oylik bilet 770 lira. Burunqi bahasi 602 lira. O'quvchilarning oylik bileti 140 lira. Burunqi bahasi 109 lira. Taksilarning başlanış haqqi 12 lira 65 kurush. Burunqi bahasi 9 lira 80 kurush. Seriq taksining 1 kilometrlik musofa bahasi 8 lira 51 kurush. Burunqi bahasi 6 lira 30 kurush. Seriq taksining vaqt ko'rsatkichining 1 soatlik bahasi 100 lira 80 kurush. Burunqi bahasi 67 lira 20 kurush. Minibus yani kichik otobusning eng qisqa musofasining bahasi 7 lira. Burunqi bahasi 5 lira 25 kurush. Marmaray yani Asiya Yevropa qit'alarini İstanbul Bo'g'izi dengiz ostidan tutashtiradigan tez poyezdning eng uzun musofasining bahasi 21 lira 91 kurush. Burunqi bahasi 16 lira 97 kurush. O'quvchilarni to'shiydigan minibuslarning oylik haqqi eng qisqa musofi 792 lira. Burunqi bahasi 660 lira. İşçi xizmatchilarini to'shiydigan 10-17 kishilik minibusning oylik haqqi 422 lira 41 kurush. Burunqi bahasi 352 lira 15 kuruşlarga o'zgartirilgan.